Welcome back to my YouTube channel. Kamerani ko'rib turganligimdan xursandman. Mana shu dars oxirigacha hammanglar inglizchada o'zingizlarga ishonch bilan uzoq gapira oladigan bo'lasizlar. Sababi aynan bugungi darsda men o'zimni speakingdan 2 marta 8.5 olishimga yordam bergan tayyor texnika bilan bo'lishaman. Bugungi darsdan keyin voy meni ideyam tugab qoldi, javobim qisqa bo'lib qoldi, vocabulary kelmay qoldi, nima deyishni bilmay qoldim degan muammolar sizda bo'lmaydi. Shuningdek, ko'plab o'quvchilar menga aytadi, "Men kimdir inglizcha gapirsa, ularni yaxshi tushunaman, lekin o'zimdan kimdir savol so'rasa, hech shu gaplarim bilan qoniqmayman" deydi va keyin o'ylab yuraman, "Voy, men buni aytsam bo'lardi" deb. Mana shunaqa muammolar nasib bo'lsa bugungi dars oxirida sizda bo'lmaydi. Aytgancha meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, ismim Ibragim Mansurov, IELTS instruktorman, 2 marta 8.5 olganman va O'zbekistonda British Councilning rasmiy birinchi ambasadoriman. Eng asosiysi 5 yillik tajribaga ega IELTS instruktorman. Mana bu siz ko'rib turgan natijalarning hammasi meni o'quvchilarimniki. Ularga qisqa muddatda ballarini 1.5, 1.5, 2 ballga oshirishga yordam beraman. Va shu paytgacha minglab talabalarga yordam berdim. Bu YouTube'da esa agar men o'sha o'zimni pullik kurslarimdagi ba'zi ma'lumotlarni bepulga ulashib boraman. Shuning uchun hoziroq obuna bo'lib qo'ying, chunki IELTS ga tayyorlanayotgan bo'lsangiz agar, meni YouTube blogim eng foydali bloglardan bittasi. Ideas boshladik. Demak, eng asosiy strategiya bu DDF strategiyasi. Ko'rib turganligingizdek, bu yerda men direct answer deb yozganman. Nima degani direct answer? Bu to'g'ridan to'g'ri javob. Ya'ni sizga ekzaminer savol bergan vaqtida uni kuttirmang. Ashraqdan boshlab kelmang javobingizni. Sirazu kitob o'qishni yoqtirasanmi? Ha, yoqtiraman. Ha bilan boshlash kerak bo'lar ekan javob yoki yo'q bilan. Ya'ni cho'zib, well, that's an interesting question. When I was younger, I used to like books and blah 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 and blah blah. So yes, deb oxirida tiqishingiz kerak emas javobni. Yo'q, ekzaminer kutkisi yo'q sizning javobingizni. Shuning uchun sirazu javob bilan boshlang. Ana undan keyin javobni kengaytirasiz. Keyin o'sha when I was younger haqida gapirib ketaverasiz. Lekin bizda boshlash juda ham muhim, aynan direct answer bilan. U javobingiz oxiriga tiqilib qolmasligi kerak. Boshidayoq chiqib ketish kerak. Va keyin detail. Ana endi biz shunchaki direct answer bermasdan, balkim uni kengaytirishligimiz kerak bo'ladi. Va uni 6 ta mana bu yerda yozganman, 6 ta yo'li bor. Birinchisi bu albatta time, since when, how often, yoki mana misol uchun people, who is involved, kim bilan bajarasiz mana shu ishni. Activity aynan nima qilasizlar o'sha vaqtni o'zida, o'sha joyda, joy aytsangiz bo'ladi. Bu activityni qaysi joyda qilasiz? Qanaqa joyda? Qayerda? Comparison, mana o'tmish bilan hozirni taqqoslasangiz bo'ladi. Yoki qanaqadir ikkita boshqa buni va anuni taqqoslasangiz bo'ladi, ikkita buyumni, A bilan B-ni. Va albatta qanaqadir qo'shimcha detal qo'shishlik mumkin bu yerda. Xo'p, bularning hammasi nima degani ekanligini hozir batafsil sizlarga misollarda men bu yerda ko'rsatib o'taman. Mana, misol uchun qaranglar. Do you like cooking deb sizga savol beradi. Mana shu paytda javobni direct answer bilan boshlashingiz juda ham muhim. Yeah, I actually really enjoy it. Of course, I love cooking deb to'g'ridan to'g'ri javob bilan boshlang. Va ana endi siz mana bu 6 ta detaldan bittasini qo'shib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun time ni qo'shaylik, since when? Qachondan beri mana shu cookingni yoqtirasan? I got into it properly during university when I had to feed myself. And now I cook dinner for my whole family most evenings. Usually something simple like plov or a quick soup. Honestly, it's become my little escape after a long day. Degan mana bu yerda javobimiz bor ko'rib turganligingizdek. Va eng muhimi bu yerda direct answer. Mana bu yerda time, ya'ni qachon boshlaganligim va har qanchada bir qilishim. Har qanchada bir qilishligimni ham aytib o'tdimmi? Mana most evenings. I cook dinner for my whole family most evenings. Usually something simple like plov or a quick soup. Va oxirini nima bilan tugatyapmiz biz? Oxirini biz feelings bilan tugatar ekanmiz. Qanaqa hissiyotlar, emotsiyalar bo'ladi? Mana shu vaziyatda, mana shu ishni bajarganligingizda, mana nimani qo'shib ketishligingiz kerak. Mana qachon javobingiz butun bo'ladi. Ya'ni yana bitta narsa mana shu yerda aytib o'tishligim kerak. Javobingizni tugatayotganingizda so that's it deb tugatmang. Ekzaminerlar mana shu narsani yomon ko'radi. Ya'ni ko'plab o'quvchilar nimadir demoqchi bo'ladi-yu, lekin tugata olmaydi javobini. Yoki mana misol tugatish kerak, oldingi gapda tugatish kerak, tugatmay qoldi. Ana endi that's it deb aytadi. Mana shunaqa bo'lmasin, mana shunaqa xatoni takrorlamang. Doim feeling sizda oxirgi nuqtani qo'yadigan gap bo'lsin va mana shu gapni tushib ketadigan intonatsiya bilan aytishga harakat qiling. Misol uchun I feel good, that's it demang. And I feel good. Ko'rasiz, I feel good. Good o'sha tushib ketdi intonatsiya. Mana shu yerda ekzaminer biladi, bo'ldi, buni javobi tugadi, endi men keyingi savolni bersam bo'ladi deb. Ammo bunaqa I feel good,
deganingizda ekzamen xuddi hozir yana nimadir aytadi deb kutib o'tiradi. Rostdan shunaqa intonatsiya bilan gapiryapsizda. Mana shunaqa xato bo'lmasligi kerak. Oxirgi gapingiz feelings bilan tugashi va o'sha feelings nuqta bo'lishi kerak. Qanaqadir that's itlar, so va hokazolar emas. Mana shu e'tiborli bo'ling shu yog'iga. Keyingi savol mana, do you use social media a lot? Bu yerda qanaqa javob berasiz? Probably more than I should, to be honest. To'g'ridan to'g'ri javob beramiz. Ani detail qo'shamiz. Bu yerda o'sha boshqa detail qo'shganman, qaranglar. Comparison qo'shganman. O'tmishni hozirga taqqoslash. Va bizda qanaqa javob paydo bo'lyapti? A couple of years ago, I'd only check it now and then, but these days it's the first thing I reach for in the morning, mostly Instagram and Telegram. It's weirdly therapeutic though, scrolling for 10 minutes before I properly wake up. Ko'ryapsizda, javob qanaqa tugayapti? Pastki intonatsiyada va bu yerda ekzamen biladi, javob tugadi va hissiyot bilan tugadi. Va mana shu uchun ham bizning javobimiz juda ham structured bu birinchidan, ikkinchidan past response zo'r, ya'ni savolga javob beryapti va uchinchidan haqiqatda bizning linguistic skilllarimizni hammasini ko'rsatib bera olyapmiz. Taqqoslash orqali mana o'tmishni ham ishlatyapmiz. Bu yerda would degan struktura ham bor. Bu yerda ko'rib turganligingizdek mana weirdly therapeutic degan hissiyotlar ham bor. Mana shularni hozir o'rgataman sizlarga aytgancha. Va go'zal javob ham mana bu yerda bor, ko'rib turganligingizdek. Ana endi mana bu hissiyotlar haqida ozgina ko'proq gapiraylik. Feelings and emotions da siz qanaqa so'zlarni ishlatsangiz bo'ladi. Ko'p o'ylamang, uni qiyin qanaqadir so'zlarni bilishim kerak deb. Yo'q, men sizga hammasini oldindan tayyorlab qo'yganman. Mana buni screenshot qilsangiz bo'ladi. 15 ways to end with feeling deb yozganman va mana bu yerda eng zo'r o'sha siz javoblaringizni oxirida ishlatishingiz mumkin bo'lgan bo'laklarni qoldirganman. Misol uchun, it actually brings me so much joy, honestly. Misol uchun sizda cooking haqida so'radi. Mana shu gap bilan tugatsangiz bo'ladi. Qanaqadir detailni aytib o'tdingiz, oddiyroq javob berishga harakat qilaman-da, mana. Do you like cooking deb sizdan so'raydi va mana shu paytda desangiz bo'ladi. Well, of course I do. I started cooking approximately 5 years ago. That was the time when I started living alone and I had to feed myself on my own. And I have been cooking simple dishes like plov and other traditional Uzbek meals every single day since then. It brings me so much joy, honestly. Deb manaqa feeling bilan tugatsangiz bo'lar ekan, ko'rib turganligingizdek. Bu yerdagi feelinglarning hammasi o'zim tomonimdan terilgan va har birini o'sha javoblaringizni oxirida ishlatsangiz bo'ladi. I genuinely can't imagine my life without it. It's something I look forward to all day. Okay, it gives me a real sense of accomplishment. Ko'rasizlar? Va men bu ishlatganim bor-ku. It's weirdly therapeutic. Ya'ni bu meni asab tizimlarimni tinchlantiradi degan zo'r anaqa collocation. Yoki mana ko'pchilik aytadi, meni kayfiyatimni yaxshilaydi, shuni qanaqa aytay? Mana tayyor collocation bor. It lifts my mood even on a bad day. Hattoki yomon kunimda ham bu meni kayfiyatimni ko'taradi. Yoki mana there's nothing quite like it if I'm honest. Cooking haqida gapiryapsiz. Hech narsa cookingchalik menga maza bermaydi demoqchi bo'lsangiz, well, there's nothing quite like it if I'm honest deb javob bersangiz bo'lar ekan. Hop, it's grown on me more than I expected. Mana bu nima degani? Bu degani bu o'sha qon-qonimga singib ketdi deb ham tarjima qilinadi yoki bu menga kutganimdan ko'ra ancha ko'proq yoqishni boshladi deb ham tarjima qilsa bo'ladi. Misol uchun, when did you start reading degan savolga misol uchun, quite recently, about 2 years ago. The other day, we were on a bus with my friends and I looked around. I noticed that literally everyone was reading something. Honestly, I felt absolutely ashamed. So the first thing I did before getting home was go to a bookstore and buy a book. Since then, I've been reading non-stop. And it has grown on me more than I expected. Deb mana shu feelingni javobi oxiriga qo'shib ketsangiz bo'lar ekan. Ya'ni to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu men kutganimdan ko'ra ancha menga ko'proq yoqdi yoki ko'proq yoqishni boshladi deb tarjima qilinadi. Endi men eng yaxshi ko'radiganim 13-si albatta, it means the world to me. Ya'ni bu narsa men uchun juda katta ahamiyatga ega yoki katta muhimlikka ega demoqchi bo'lsangiz, aynan mana shuni ishlatsangiz bo'lar ekan. Juda zo'r men bu yerda frazalarni yig'ib qo'yganman sizlar uchun va bu aynan mana shu PDF faylni olish uchun, albatta to'liqligicha olishlik uchun albatta Telegram kanalimga o'tasiz va o'sha Telegram kanalimga qadalgan xabarlarida YouTube videolarim konspekti degan ko'k yozuv bor. O'sha ko'k yozuvni bossangiz agar sizni bitta postga olib boradi, uni komment qismida mana shu PDF faylni topasiz. Albatta bundan foydalaning va o'zingizni speakingingizni keyingi darajaga olib chiqing. Ko'rib turganligingizdek, bu texnika bizda nafaqatgina part 1 aytgancha savoliga to'g'ri keladi, yo'q, balkim part 3 savollariga ham uni ishlatsangiz bo'lar ekan. Mana misol uchun part 3, даже part 2 da ham ishlatsangiz bo'ladi. Mana describe a skill you'd like to learn.
Albatta part 2da ham o'sha activity, o'sha people, o'sha place, o'sha how degan savollarga javob berishligingiz kerak. Xuddi o'sha comparisonlarni qilishligingiz kerak. Shuning uchun bu texnika imенно DDF texnikasi hamma joyda to'g'ri keladi. One skill I'd love to master is playing the guitar. I wanted to since I was a teenager, but never had the time. These days, I try to practice a few chords in the evening using YouTube tutorials. I'm still pretty terrible compared to where I want to be, but I get a real buzz out of it every time a song starts to sound right. Deb mamlaqa pastki notada tugatamiz aytgancha. Va bu yerda ham ko'ryapsiz, nima qilyapmiz biz? Biz bu yerda o'sha qachondan beri bu narsani xohlayotganimiz time aytyapmiz va keyin hozirda qanaqa activitylar bajaryapmiz. Demak, даже compare ham qilyapmiz. I'm still pretty terrible compared to where I want to be. Va oxirini mamlaqa hissiyot bilan tugatyapmiz. Qaranglar qanaqa go'zal bizda javob paydo bo'lyapti. Aynan mana shunaqa ketma-ketlikda bizda javoblarimizni tuzadigan bo'lsa agar ular anchagina structured bo'lar ekan. Hop, is it better to travel alone or with others? Deb mana misol uchun bu aytgancha part 3 savol. No, not this one. Yeah, part 3 savol aytgancha bu ham. Ima bu yo'q mana. Do you think people spend enough time with their families nowadays? Bu ham xuddi o'sha DDF texnikalari ishlatilgan. Bitta o'zingiz o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Videoni to'xtatib. Mana shunaqa zo'r texnika. Endi lug'atingizga keladigan bo'lsa agar, lug'atni qanaqa oshirish mumkin? Mana bu yerga men sizlarga tayyor anaqalar berganman. Tayyor frazalar berganman, tayyor collocationlar berganman. Sizni qilishingiz kerak bo'lgan ish ham aynan mana shunaqa. Tayyor frazalar va tayyor collocationlar yodlash. That's when you are going to take your linguistic abilities to a whole another dimension. When you start learning phrases and collocations that native speakers use in their day-to-day lives. Chunki ko'plab vaqtida men ko'raman o'quvchilar imенно individual so'zlarni o'rganishga harakat qilishadi. Mana shu narsa bizda xato ekan. Iloji boricha collocation frazalar bilan o'rganishga harakat qiling. Buni qilishi yo'li oson. Shunchaki qanaqadir savolni ChatGPT ga, Claude ga вообще farqi yo'q. Любойga tashlab berasiz. Mana shu mendagi savol. Give me phrases or collocations that I can use while answering this question. deb yozishingiz kerak bo'ladi. Please don't give me a full answer. No, I just want some nice vocabulary deb aytishligingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa u sizga to'liq javob yozib beradi-da. Sizga u narsa kerak emas. Siz ChatGPT dan o'g'irlamoqchi emassiz. Siz ChatGPT dan shunchaki lug'at olmoqchisiz va u sizga eng zo'r frazalarni, eng zo'r collocationlarni yig'ib beradi. Ularni hammasini bitta savolga javob berayotganda ishlatishingiz shart emas. Shunchaki bir donaginasini ishlatsangiz ham nutqingizga qo'shadigan bo'lsangiz agar o'sha katta foyda. Tasavvur qiling, kuniga 10 donadan mana shunaqa frazalar, collocationlar nutqingizga qo'shib boradigan bo'lsangiz agar qanaqa o'zgarish bo'ladi. Shunchaki o'zingizga challenge e'lon qiling. Har kuni men ChatGPT dan 10 ta fraza yoki 10 ta collocation o'rganaman deb. Va ularni shunchaki ChatGPT ga kirib so'rash kerak emas. Yo'q, mana bu savollar, mana shu savollarni har biriga ishlatishim mumkin bo'lgan lug'atlarni menga bergan deyishingiz kerak bo'lar ekan. Aynan mana shunda sizga katta foyda bo'ladi. Shunaqa gaplar. Aytgancha, speakingizni agar yaxshilab rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, unda meni 1 oylik speaking formula kursimda qatnashishingiz kerak deb o'ylayman. Narxi вообще shikalat bo'ladi aytgancha. Bu kursda sizga individual e'tibor beramiz. Sababi bu kursimizda bizda mentorlar bo'ladi. Siz bilan birga bir ishlaydigan. Haftada 3 kun mana mendan jonli dars olasiz. Qolgan 3 kuni bo'lsa agar siz bilan birga bir speaking intervyular qilishadi. Va keyin speaking intervyularni ham mana sizdan savol so'rashda prosta tugadi emas, yo'q. Oxirida 5 daqiqa feedback mana bu joyda zo'r ishlatdingiz. Mana bu narsa dahshat yedi. Lekin mana bu joyda ozgina xatolar ketdi. Mana bunaqa bo'ldi deb sizni hamma xatolaringizni to'g'rilab berishadi. 12 marta tasavvur qiling, mana shunaqa sizga maslahatlar berib, sizga feedbacklar berishsa agar qanaqa speechingizda o'zgarish bo'ladi. It's going to be crazy. Mana bu yerda o'quvchilarimni mana speaking formuladan kelgan fikrlarini ko'rib turishligingiz mumkin. Haqiqatda dahshat kurs va bu kursga kiradigan bo'lsangiz agar biza mana shu o'zimni 12 ta jonli darslarim orqali sizga idea generation, idea development boshdan oxirigacha o'rgatamiz. Demak, mentorlar siz bilan birga bir speaking qilishadi, practice bo'ladi. Pronunciationingiz ustida alohida ishlaymiz. Meni talaffuz check degan bo'limim bor mana shu kursimning ichida. Ya'ni sizga biz har dars anaqa yuboramiz, o'sha talaffuz check qilingan videolar yuboramiz, sizni nazorat qilamiz keyin. Siz o'sha aytilgan narsalarni 15 marta qayta takrorlab yuborishingiz kerak. U hammasini fonetikalarni barchasini qanaqa so'zlarni qo'shib o'qish kerak, hammasini o'rgataman. Aynan talaffuz check aytgancha juda ko'plab o'quvchilarga yoqadi. Va eng asosiysi bu kursda sami yoqadigan joyi bu vocabulary tizimimiz. Ya'ni kursga kirasiz va lug'atni sizga o'zimiz o'rgatamiz 30 kun davomida. Bu uchun juda ham zo'r quiz platforma qilganmiz va o'sha lug'atlarni hammasini tayyor qilib, tarjimalar, misollar bilan bir kun oldin tashlab beramiz va keyingi kun siz o'sha quizlarimiz orqali u so'zlarni yodlaysiz.
bittada esingizda qoladi. Va eng asosiysi albatta nazorat. Shuning uchun bir oyda speakingingizni bir yarim ballga oshirmoqchi bo'lsangiz, albatta speaking formula kursimga keling va speakingingizni kosmosga ko'tarib olamiz. Shunaqa gaplar. Bu PDFlarni olish uchun va endi ko'proq foydali materiallar bepul darsda ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta Telegram kanalimga o'ting. Mana shu Ibragim Mansurov blog va kommentariy qismiga kiradigan bo'lsangiz ham aytgancha kanalimning linkini qoldiramiz. O'sha kanalda qoling, chunki YouTube ga endi ijod qilish nisbatan qiyinroq, lekin u yerda men har hafta bepul darsda o'taman Telegram kanalimda. Shuning uchun obuna bo'l oling. Shuningdek, unutmang, speaking oson, faqat uni qilishni yo'lini bilsangiz. Va mana bugun men sizga mana shu yo'lni o'rgatishga harakat qildim. Ozmi ko'pmi bo'lsa ham, albatta foydalaning. DDF is a legendary technique if you know how to use it. Use it, share it and benefit from it. I'll see you in the next videos. Videoga like bosisham va komment yozisham esingizdan chiqmasin. Ciao.